Salom qizlar, bugungi videomizda krakelura effektini qilishni o'rganamiz. Ya'ni unaqa sinib qolgan lak effektini qilishni o'rganamiz. Buning uchun birinchi bo'lib qiladigan narsamiz eski materialni yechib olib, mayngur qilib, kuchukulan tozalab olamiz. Keyin tirnog'iga pilka bilan yurib chiqib, hammasini tozalab tashlab, spirt bilan artamiz va primer surib chiqamiz. Ko'pchilik so'raydi, "Nega primer surmaysiz?" deydi. Mana bu videomda primer surib ko'rsatyapman. Primer bu ikki taraflama skochga o'xshaydigan narsa, ya'ni tirnoqqa bazani yopishtirib berishga xizmat qiladi. Uni xohishga ko'ra sursangiz bo'ladi. Agar baza bilan surganda tirnog'ingiz yaxshi tursa, atsloi qilasiz, unda primer surmasangiz ham bo'laveradi. Undan keyingi qiladigan ishimiz bu baza surish. Bazani yuqa sloy sursangiz ham bo'ladi va выравнивающий, ya'ni tomchi qo'yib выравнивающий qiladigan sloy sursangiz bo'ladi. Bazadan keyin lampaga qo'yib quritib olamiz. Kamida 1 minut quritamiz. Iloji bo'lsa 3 minut quritinglar. Undan keyin xohlagan rangimizdagi gel lak surib chiqamiz. Rangini farqi yo'q. O'zingizga xohlagandan surib chiqsanglar bo'ladi. Men hozir mana bunaqa kumush rangli yaltiroq gel lak tanladim. Siz xohlagan rangingizdagini tanlasanglar bo'ladi. Men bu yerda hozir birinchi sloy suryapman. Siz ham mana shunaqa yaltiroq rang tanlasangiz, juda ham qiziqarli effekt paydo bo'ladi. Ya'ni ustidagi qavati однотонный bo'ladi, pastdagi qavati yaltiroq bo'lib chiroyli chiqadi. Mana birinchi sloy surganidan keyin lampaga qo'yib qotirib olamiz 1 minut, bu ham kamida. Keyin ikkinchi sloy gel lak suryapman. Buni ham lampada kamida 1 minut quritamiz. Iloji bo'lsa 3 minut quritsangiz ham bo'ladi. Undan keyin mana bunaqa maxsus gel laklarimiz bo'ladi. Ya'ni krakelura effektini beradigan gel laklar bo'ladi. Bular maxsus. Magazinlardan so'rasanglar sotishadi. Bularni ham ko'rinishidan oddiy gel lakka o'xshaydi, lekin bular maxsus effekt beradi. Ya'ni bular farqi nimada deydigan bo'lsanglar, buni tirnoqqa surganingizdan keyin yuqa sloy sursanglar, o'zi sinib mayda siniq-siniqli bo'lib qoladi. Agar qalin sloy sursanglar, mana singanlari katta bo'lib ko'rinadi. Buni surib qo'ygandan keyin lampaga qo'ymasdan birpas kutib turish kerak. Effekti paydo bo'lish uchun. Buni ham kamida 3 minut kutamiz. O'zi effekti paydo bo'lishi boshlagandan keyin o'zingizga yoqqan paytda lampaga qo'yib quritib yorasiz. Ya'ni siniqlari kam bo'lganda sizga yoqsa, shunday quritasiz. Agar siniqlar ko'proq bo'lishini xohlasangiz, kechroq lampaga qo'yasiz. Mana videoda ko'rib turganinglardek, o'sha effekti paydo bo'lishi boshladi. Keyin ustidan top suramiz, prozrachniy. Topni ham keyin lampaga qo'yib quritamiz va bizning effektimiz tayyor bo'ldi. Sizlarga bunaqa effekt yoqdimi? Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib kommentariy yozish esingizdan chiqmasin. Bu effekt juda ham tez qilinadi va yaxshi pul topsa bo'ladi.